Bu hayvonlarning qobiliyatlari mantiqqa sig'maydi, ammo ularning bu xususiyatlari hanuz tushuntirilmagan. Fan esa hali ojiz. Lira quyruq qush eshitgan har qanday tovushni mukammal takrorlaydi. Olimlar bu qadar aniq ovoz xotirasi miyada qanday saqlanishini hanuz tushuntira olmaydi. Narvalning uzun tishi oddiy qurol emas, u sezgi organi. Lekin nega aynan bitta tish butun tanadan ko'ra sezgirroq bo'lib qolgani noma'lum. Kakapo ucha olmaydi, ammo juda uzoq umr ko'radi. Evolyutsiya nega himoyasiz qushni aynan shunday yo'ldan olib o'tgani tushunarsiz. Saygak antilopasining burni havoni filtrlab, sovutib va tozalab yuboradi. Bunday murakkab tizim qanday qilib tabiiy yo'l bilan paydo bo'lgani ochiq savol. Afrika upka balig'i suvsiz yillar davomida tirik qoladi. Tanasi deyarli qurib qolsa ham, hujayralari qanday yemirilmay qolishi noma'lum. Kasatkalar bir-biriga xos dialektlarda gaplashadi. Bu tillar qanday paydo bo'lib, qanday uzatilishi fan uchun hanuz sir. O'q yuruvchi baliq quruqlikda yuradi va ov qiladi. Nega u suvni tark etganini tushuntiradigan aniq sabab yo'q. Qutb ayg'ining junlari aslida rangsiz. U qanday qilib sovuqda issiqlikni yo'qotmasdan yashashi to'liq izohlanmagan. Chuqur dengiz ajdar balig'i deyarli ko'rinmas bo'lib qoladi. Bunday kamuflyaj chuqurlikda qanday ishlashi hanuz o'rganilmoqda. Asalarilar yerning magnit maydonini sezadi. Bu sezgi qayerda joylashgani va qanday ishlashi fan uchun haligacha jumboq. Bu hayvonlarning qobiliyatlari hanuz sir. Asoslar va manbalar Telegram kanalimizda. Bizga obuna bo'lishni unutmang.